Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu loyihamizning asosiy maqsadi mana shu viloyatimizni cho'l hududi tumanlarida yetishtirayotgan fermer xo'jaliklariga erta pishar g'o'za navlarini, ya'ni o'rta pishar navlarini 10-15 kun erta pishadigan g'o'za navlarini, navdorligi yuqori bo'lgan g'o'za navlarini urug'chiligini yetishtirish va ularga o'sha birlamchi urug'chilik bo'yicha bilimlarini oshirish asosiy maqsad qilib qo'yilgan edi. Mana shu o'tgan yillarda biz ingichka tolali Qashqadaryo 5 va o'rta tolali SP26 g'o'za navlarini birlamchi urug'chiligini Alisher Navoiy hududidagi Sapar va Tursuntosh fermer xo'jaligida 4,5 gektarga ekib, uning birlamchi urug'chini tashkil qildik va o'sha urug'chi tashkil qilish hisobiga bizlarda 5,5 tonna urug'lik xomashyo terib olindi va Nishon, Qarshi, Kaspi tumanidagi 35 ta fermerlarga trening o'tkazib, ularga biz mana shu yangi navlarni imkoniyati, ularning potensial imkoniyatlarini dala sharoitida va laboratoriyada taqdimotlar asosida ko'rsatdik va ularga biz har bir navni biologiyasi, morfologiyasi, uni parvarishi agrotexnologiyasi, birlamchi urug'chilikda qilinadigan muhim ishlar bo'yicha ularda ko'nikmalar hosil qilib, tavsiyalar tayyorlab ularga tarqatdik. Amaliy innovatsion loyihamizning asosiy maqsadidan kelib chiqadigan bo'lsak, viloyatimizning 100 ming gektar atrofida ekiladigan cho'l hududida erta pishar navlarini eksak, bizlarda 10-15 kun erta pishib, hosilni 10-20 oktyabrga terib olishni imkoni bo'ladi va shu bilan ularga birga ularda mana shu kuzgi g'alla ekish tadbirini o'z vaqtida o'tkazib va kuzgi shudgor ishlarini kuzgi yog'ingarchilikgacha o'tkazishga imkoni bo'ladi. Mana shu davr mobaynida suv tanqisligi ko'proq bo'lgani uchun bizda paxta terish mavsumlari kechga qolardi. Yana oktyabrning oxiri, noyabrning 1-10 kunliklariga biz 2023-yil innovatsion g'oya asosida Paxtachilik ilmiy tekshirish institutining Qashqadaryo ilmiy tekshirish stansiyasi bilan kelishgan holda ulardan yetishtirgan yangi navlarni tatbiq etish uchun 4,5 gektar joyga yangi navlarni ekdik. 1,5 gektarga Qashqadaryo 5, 1,5 gektarga OSPT 2601, 1,5 gektarga SP 2602. Biz mana shu 4,5 gektar maydondan SP 2602 dan 38 nerdan
OSPT 2601dan 36 sinardan, Qashqadaryo 5 dan 34 sinardan hosil oldik va 20-oktyabr bo'lmasdan terib oldik paxtani. Mana shu innovatsion loyiha orqali keyin 5 tonna 500 kilo urug'li paxta topshirdik. Mana shu 5 tonna 500 kilo urug'li paxtani evaziga biz yana kamida 30-35 million foyda ko'rdik. Mana shu yangi urug'lar tez pishar navlarni tezroq yetishsa biz ikki narsa aytamiz. Birinchidan paxtani vaqtida terib olamiz, sifatli birinchi sort birinchi navga topshiramiz va o'rniga ertachi 15-20 oktyabrdagi bemalol g'allalarni ekib ko'kartirib olishimiz mumkin. Biz bu loyihani qo'llab-quvvatlaymiz va tatbiq qilishni o'zimizning burchimiz deb bilamiz. Kelajakda ham biz xohlaymiz mana shu OSPT 2602 navidan urug'chilik paxta ekishni institutga kelishgan holda yo'lga qo'yishga harakatni qilamiz. Ko'p 2004-yildan beri fermerlik faoliyatini olib boryapman. Bu vaqt mobaynida meni fermerlik qiladigan maydonim suvga sal uzoqroq edi. Suv masalasida juda qiyinchiliklar bo'lib, bularni hisobidan paxta ekishlarim kechikib, hosil sortlarim ham pasayishiga sabab bo'lar edi. Keyin Qashqadaryo viloyat ilmiy tadqiqot institutining innovatsion loyihalari bilan qiziqib tanishib qoldim. Ularni seminar treningda qatnashib, shuni ko'rdimki, bir necha navlari bor ekan. Hasharotga chidamli, issiqlikka chidamli, qurg'oqchilikka chidamli navlar bor ekan. Men qiziqib qolib, Qashqadaryo 5 navini o'zimning dalamda ekib ko'rishni niyat qildim va ular bilan gaplashib 10 gektar maydonga Qashqadaryo 5 ingichka tolali paxta navini yetishtirdim. Haqiqatan ham yaxshi nav ekan. Birinchidan bizlarda issiq ko'p bo'ladi. Issiqlikka chidamli, garim selga chidamli, umuman gul tashamadi. Keyin barigini tuklari ham qalin ham tukli bo'lgani hisobidan so'ruvchi hasharotlarga chidamli ekan. Tarkibida gaspol moddasi ko'p bo'lgani hisobidan ko'sak qurtiga chidamli ekan. Ana shular hisobidan vaqtida ekib 34 sentnerdan hosil olganman. Bir marta terganman. Qolgani terilmay qolib ketdi. Uni potensiali menimcha juda ko'p ekan, 40 sentrdan o'tib ketar ekan. Juda ham yaxshi nav ekan. O'shandan beri shu Qashqadaryo viloyatini shu institut bilan hamkorlikda ishlab kelaman. Mana shu bugun ham borgan edim institut kasbidagi stansiyasiga. Bu yerda mana bu tavsiya berishdi, mana bu kitobchani, shuni oldim. Juda ham yaxshi yozilgan. Domlalarga rahmat. Bundan keyin hamkorlikda doim birga ishlaymiz degan umidim bor. Rahmat. Endi mana shu loyihamizni yana bir afzali mana shu laboratoriyamizda ushbu navlarni navdorlarga 100% yetkazilib, 25-yilda 45 gektarga ekiladigan urug'imiz tayyorlangan. Indarama Agro MCJ xorijiy korxonada esa 3,5 tonna yuqori avlodli urug'imiz tayyor qilingan. Endi ushbu navimizni yana bir xususiyat tomonlari o'rta tolali g'o'za navlarimizni tola uzunligi 35 mm, 1000 dona chigit oli 120 gram. Shu bilan birga ularning mikroneri 4.3, pishiqlik darajasi 32 gram kuch, bir xillik darajasi 85% tashkil qiladi. O'zi standart bo'yicha, talab bo'yicha 82% bo'lib, bizda 85% tashkil qilgan. Endi yana bitta narsasi, mana shu ushbu navlarimizni yaxshi tomoni, ayniqsa mana ingichka tolali Qashqadaryo 5 navimizni tuklilik darajasi yuqoriligi bo'lsa, uni so'ruvchi hasharotlarga chidamlikni oshirsa, bargi tarkibidagi gaz bo'lmadi yuqoriligi uni ko'sak qurtiga chidamligini oshiradi. Mana shunday xususiyatlarga ega. SP2602 mizni morfologik ko'zgarlik birikisi uning shaklining siqiqligi bu mashinada mopligi, mashina terimiga qulay ekanligini ko'rsatadi. Mana shunday xususiyatga ega. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol harakat qilmoqda.
Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi, cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.